Bitta kostyum shim olganga bitta palto qo'shib beriladi. Boshdan oyoq kiyinganga 7 ta narsa qo'shib beriladi. Yolg'on emas, chindan, rostdan. Akaga rahmat. Xudo xolisa hammasi rost ekan. Biz kutgandan ko'ra yarim narxi bo'ldi inshaalloh. Shu bitta paltoni oldingizmi? 7 ta sovg'achi. Olindi. Dash ko'proq. Bu 7 tadan tashlash vitrovka sviterlar ham qo'shildi. Rost ekanmi? Rost hoji aka. Xursandmisiz? Sen rozi bo'ling, men xursandman. Paltoni ham oldim, 7 ta sovg'ani ham oldim. Ani oxirida stikish bilan vitrovka berdimi? Bu bizga obunachiligimiz uchun. Nechta bo'ldi shu bilan? 11 ta. 11 ta. Rostdan oldim. Hammasi rost ekan. Narxi zo'r. 2 berildi. Ulanadigan joy emas. Haqiqatdan mana sovg'alarni berishdi. Allohim bizga birni bersalar, sizlarga mingni bersin. Hamisha mana shunaqa saxiy boy bo'lib, el yurt koriga yarab yuraveringlar. Alloh. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Shular rost ekanmi, yolg'onmi? Rost ekan. Rost ekan. Ko'rdilarmi? Boshqa narsa yo'q ekan. Rost ekan bu narsa. Emas, rost. Haqiqat ayting. Haqiqat shu, rost ekan. O'zim 1 yildan beri kuzataman. Hoji akam. Kelinglar. Kelaverasizlar. Topqanlaringizga barakat qilsin. Xudoya bizga berganlaringizni o'rnini Alloh chiroyli qilib to'ldirish. Bizni xursand qildingiz. Hamisha Xudo sizni xursand qilsin. Alloh akbar. Kelinglar, Qo'qon Mumtoz shundoq kiyos akollar do'koni.